Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani hayit ayyomi bilan chin dildan tabriklaymiz. Inshaalloh keyingi yil hayitlarga ham mana shunday ko'rishishlar, BYD aytganlar, zikr aydab kelsan oldimizga, li aydab kelsan, ilohim, kam bo'lmasin hech kim. Ovoz sal bo'g'ilib qolgan, maza yo'q. O'shanga sal kayfiyat ham yo'q. Bijir qo'yaverasizmi? Ha, bijir qo'yaveraman. Ha, rahmat. Servisimiz bugun ham ishladik, ikkita bilan olib qoldik, chunki ertaga ketib qolmaylar aka, viloyatga ketishimiz kerak, iltimos servislar ochinglar, chunki shanba bozor bizda vaqt bo'ladiganiga servisda bugun ochganmiz. Bir 10-15 ta mashina kelgan hozir, ketdi ko'pi. Mabodoga bugun ochiq servisimiz. Kelib bemalol ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi. Servisning uslubi bo'yicha razvad balansirovka, ruscha hamma narsasi bor. Naryoqda ham ikkita zikr bor. Yuan Up, Champion Restyling, Smartda bir 4-5 ta mashinani ruscha qilib berdik. Bu yoqda BYDlarning hadavoy, moy poylari, marog, ustanovka, hamma ishlar bu yoqda ham bo'lib turibdi. Ana 066 ichkarida moylar almashyapti. Bu yoqda 3 ta bir. Birin-ketin qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bugun. Akalar, bemalol kelib ishni bitirib ketsanglar bo'ladi bugun. Mabodo uzoqqa safarga chiqayotganlar bo'lsa, moy poylarni almashtirib qo'yinglar, mashinalarni tekshirtirib, safardan oldin tekshirtirib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi.